qalb kasbini topish uchun siz nimani tekinga qilgan bo'lardingiz? Misol uchun men tekinga dars bera olaman. Menga yoqadi. Soatlar gapirishim mumkin. Psixologiyani gapiradigan bo'lsam, aslini Allohni gapiradigan bo'lsa, u kim, u qanaqa, uni ko'rinishi qanaqa, Alloh o'zi nima degan savol bersa bor-ku, ketdim men. Meni hech kim to'xtata olmaydi qizlar. Mana shunday kirib ketamanda, Alloh bilasizmi qanaqa? U chiya deb turib gapirib ketaman. Mana shu joyda meni hech kim to'xtata olmaydi. Ya'ni yaxshi ko'raman-da Allohni tushuntirgan hammaga. Aytishingiz mumkin, siz kimsiz bizga Allohni o'rgatadigan deb. Menmi? Allohni muhabbat bilan yaratgan bir bandasiman. Siz kabi, boshqalar kabi, hech kimdan kam joyi yo'q. Hech kimdan ortiqcha joyi yo'q. Hammamiz bitta toifadamiz Alloh uchun. Siz bilan biz u yaratib olganmiz o'zimizcha kimdir o deymiz, kimdir deymiz-ku. Bu siz bilan biz toifaga bo'lib tashlaganmiz bandasini. Aslida bandasi hammasi bir xil. Alloh taolo hammamizni yaxshi ko'radi. Hammamizni muhabbat bilan yaratgan. Hammamiz bilan gaplashadi. Savol shundaki, eshitarmikansiz uni? Men eshitaman. Men gaplashaman.